bugungi konuyimiz dilek shart kipi. Demak, tilek shart shaklini boshqacha shaklini o'rganar ekanmiz. Demak, siz bilan hozir o'tganimizda dilek shart kipini sa ya da se shakllari orqali yasalishini o'rgandik. Demak, hozir dilek shart kipi hikoyasi, ya'ni uning o'sha davomli shaklini o'rganar ekanmiz. Biror bir o'sha zamonning hikoyasi, ya'ni uni boshqa bir zamon bilan taqqoslab o'rganganimizda ikkita zamonni bir-biri bilan solishtirgan edik. Ya'ni o'sha hozirgi zamon bilan yoki o'tgan zamon, kelajak zamon, ya'ni kelajak zamon ila ya da shindiki zamon bir-biri bilan moslashtirgan holda o'tgan edik. Demak, hozirgi shaklimizni esa dilek shart kipi qo'shimchasi hamda geçmiş zamon, ya'ni belirli geçmiş zamon qo'shimchasi bir-biriga moslagan holda dilek shart kipi hikoyasini yasadik. Ya'ni o'sha nimadir qilsam edi, masalan o'sha paytda o'qisam edi yoki borsam edi, kelsam edi, ketsam edi degan ma'nolarni hosil qilishimiz uchun biz ikkita shakl, ya'ni dilek shart kipi bilan o'tgan zamon shaklini bir-biriga qo'shib yasar ekanmiz. Demak, qarang, uni har bitta o'sha shaxsga moslab o'rganar ekanmiz. Birinchi shakli getsaydim, ya'ni ketsam edi degan ma'noni hosil qilyapti. Demak, so'zimizda o'sha asosi har doimgidek get va unga se dilek shart kipi o'sha qo'shimchasi qo'shilgan. Bu ham yuqorida o'sha yasab o'tganimiz ing unli bilan bo'lganligi uchun sani ham se shaklini qo'ydik. Va undan keyin esa aynan o'sha edi degan ma'noni yasashimiz uchun bitta yni orttirib talaffuz qilamiz. Demak, bitta yni orttiramiz va undan keyin o'tgan zamon qo'shimchasi, ya'ni geçmiş zamon qo'shimchasi va oxirida esa uni shaxsiga moslashtiruvchi qo'shimcha qo'shilar ekan. Demak, qarang, so'zimizga asosidan keyin 3 ta qo'shimcha qo'shiladi. Birinchisi dilek shart kipi qo'shimchasi, keyin o'sha o'tgan zamon qo'shimchasi va oxirgisi uni shaxsiga moslashtiruvchi qo'shimcha qo'shilyapti. Va o'rtada o'sha borsam edi, kelsam edi degan ma'noni berish uchun aynan yni orttirib talaffuz qilyapmiz. Xo'p, demak, birinchi shaxs ketdi. Endi sen nimadir qilsayding, sen borsayding, sen kelsayding, sen o'qisang edi degan ma'nolarni berish uchun esa san getsaydin degan o'sha shakli orqali ifodalab ketamiz. Demak, buning ham o'sha asosi get va unga se shakli qo'shilgan. Aynan edi ma'nosini berish uchun, demak, har bittasiga, demak, har bitta shaxsimizga yeni qo'shib talaffuz qilar ekanmiz. Va undan keyin esa o'tgan zamon qo'shimchasi va oxirida shaxsiniga moslashtiruvchi qo'shimchani qo'shamiz. U getsaydi, u ketsa edi. Hop, biz getsaydik, siz ketsangiz edi va onlar getsaydilar, ya'ni o'sha ular ketsalar edi degan ma'noni hosil qilyapti va bizga ham o'sha ifodalash uchun biz getsaydik, ya'ni biz ketsak edi degan ma'noni berish uchun shu shakllarni yasar ekanmiz. Demak, buning asosiy qoidasi fe'lning asosi, fe'l asosidan keyin dilek shart kipi qo'shimchasi va undan keyin yeni orttirib talaffuz qilamiz va belirli geçmiş zamon va kishi eki ya da iyilik eki uni shaxsiga moslashtiruvchi qo'shimchalarni qo'shar ekanmiz. Endi o'limli shaklini o'rgandik, ya'ni bo'lishli shaklini o'rgandik va keyingi shaklimiz esa o'limsiz, ya'ni bo'lishsiz shaklini o'rganar ekanmiz. Demak, birinchi shaklini o'rganganimizda fe'l asosidan keyin 3 ta qo'shimchani qo'shishni o'rgandik. Endi o'limsizlik shaklini yasaganimizda bilamizki, albatta o'sha inkor shakli qo'shimchasini qo'shishimiz kerak. Ya'ni fe'lni o'sha bo'lishli shaklini bo'lishsizga aylantirishimiz uchun har doimgi o'sha qoida bunda ham amal qiladi. Ya'ni fe'lning asosidan keyin bu o'limsizlik eki qo'shimchasi, ya'ni bo'lishsizlik shakli qo'shimchasini qo'shamiz. Ketmasaydim, ya'ni ketmasam edi yoki ketmasaydim degan ma'noni beradi. Xo'p, demak, bu yerda fe'l asosi va undan keyin ne o'limsizlik eki, se dilek shart kipi, zamon va shaxsiga moslashtiruvchi qo'shimcha. Demak, yana hisobga olmaganda 4 ta qo'shimchani fe'lning asosidan keyin ketma-ket qo'shib ketar ekanmiz. San ketmasaydin, ya'ni sen ketmasang edi. U ketmasaydi, u ketmasa edi va biz ketmasaydik, siz ketmasangiz edi, ketmasangiz bo'lardi yoki siz ketmasaydiniz, siz ketmasangiz edi va onlar ketmasaydilar, ya'ni ular ketmasa
ketmasalar edi degan o'sha shakllarni hosil qilyapti. Demak, o'sha har bitta shaklimiz, ya'ni qo'shimchalarimizning har bitta shakli bitta o'sha yagona o'sha fe'limizning asosi bilan bog'liq va ular ham keyinchalik bir-biriga moslashtirib ng bo'lsa, ng shakliga o'zgarib ketadi. Agar kalin bo'ladigan bo'lsa, kalin shaklga o'zgarib ketadi. Y qo'shimchamizni esa ortishi esa har bitta o'sha shaklimizda bor. Ya'ni o'limli shaklining ham 6 ta shaxsiga amal qildi, o'limsiz shaklining ham 6 ta shaxsiga amal qiladi. Ya'ni har bittasiga alohida qo'shib ketamiz. Xo'p, endi o'limli so'ruv, ya'ni savol berish shakllariga o'tamiz. Ya'ni bo'lishli savol va bo'lishsiz savol shakllari qanday yasaladi? Xo'p, demak, birinchi shaxs orqali yasaymiz. Ben gitsem edim. Ya'ni men o'sha ketsammidi degan ma'noni hosil qilyapti. Demak, boya siz bilan o'tganimizda fe'lni o'sha o'limli so'ruv shaklini yasaganimizda shunda fe'lni asosini qo'yib qo'ygan edik. Ya'ni fe'lni asosidan keyin delek shart kipi orqali yasalgan birinchi o'limli shaklini qo'ygandik va undan keyingina esa faqatgina me so'ruv ekini o'zini qo'ygandik. Uni shaxsiga moslashtiruvchi qo'shimcha u fe'l orqali ifodalanib ketgan edi. Lekin bu yerda esa uni shaxsiga moslashtiruvchi qo'shimcha asosan me, ya'ni so'ruv ekidan keyin qo'yilyapti. Xo'p, men ketsam edi, sen getsam edin, sen o'sha ketsang bo'lardi degan o'sha ma'noda qo'llanilyapti. Yerda u getsam edi, u ketsa bo'lardi, biz getsam edik, biz ketsak bo'lardi, siz getsam ediniz, ya'ni siz ketsangiz bo'lardi va onlar getsalarmidi, ya'ni ular ketsalar, ketishsa bo'lardi degan ma'noni hosil qiladi. Demak, me fe'lni o'sha asosi faqatgina unga delek shart kipi qo'shimchasi qo'shilgan shaklini olamiz va zamon qo'shimchasi, ya'ni o'tgan zamon qo'shimchasi esa me so'ruv ekidan keyin keladi. Demak, me so'ruv ekini dan keyin yeni orttirib talaffuz qilamiz. Yeni nima uchun orttirib talaffuz qilinganini aytdik. Ya'ni aynan edi yoki bo'libdi degan ma'noni o'tgan zamonni ifodalash uchun ham yeni orttirib talaffuz qilamiz va undan keyin esa zamon qo'shimchasi va oxirida esa uni shaxsiga moslashtiruvchi qo'shimcha qo'shiladigan. Demak, qarang, bitta so'ruv ekidan keyin ikkita qo'shimcha qo'shilar ekan, yeni hisobga olmagan taqdirimizda. Xo'p, keyingisida esa sen getsamidin. Bu yerda ham xuddi shunday, asosan o'sha mi orqali yasalganligi uchun so'zlarimiz ajratib yoziladi. Ya'ni fe'l o'sha asosiy tarkibi va undan keyin so'ruv eki orqali yasalgan tarkibi bir-biridan ajratib yoziladi. U getsamidi, u ketsa edi yoki biz getsam edik. Bularda ham xuddi shunday so'zning so'ruv ekidan keyingi shakllari doim so'zdan ajratib yoziladi. Xo'p, endi o'limsiz so'ruv bo'lishsiz shakli. Bo'lishsiz shakli xuddi mana bu, ya'ni birinchi qismimizni, birinchi o'sha asosiy tarkibimizni fe'lni o'shanga o'limsizlik shaklini qo'shib qo'yamiz va yuqoridagi bu shakllar esa o'limsizlik shaklida ham davom etadi. Ya'ni ben ketmasam edim, men ketmasam edi, u ketmasamidi. Yo'q, sen getmasamidin, u getmasamidi, biz getmasammidik, siz getmasammidiniz ve onlar getmasalarmidi, ya'ni ular ketmasa bo'lardi, ketishmasa bo'lardi degan ma'nolarni hosil qilyapti. Demak, o'tgan darsda siz bilan delek shart kipi o'zini o'tgan edik. Endi bu darsda esa delek shart kipi hikoyasi, ya'ni uni davom etgan shakli. Masalan, uni delek shart kipini o'zini o'tganda ben getsam, men ketsam, endi bunda esa hikoyasida ben getsaydim, men ketsam edi degan o'sha ma'noni qo'llaniladi. Bunda asosan o'sha o'tgan zamonni qo'llaganimizning sababi siz kimgadir o'sha bo'lib o'tgan voqea haqida hikoya qilib berayotganingizda aynan bundan o'sha foydalanishingiz mumkin. Ya'ni o'sha paytda men ketsam bo'lardi degan ma'noni hosil qiladi. Uni o'zini shaklini, ya'ni hikoyasi emas, delek shart kipini o'zini yasaganimizda esa aynan hozir bo'lib o'tayotgan voqealar yoki hozirgi o'sha holat haqida hikoya qilib bermoqchi bo'lsangiz, aynan o'zidan foydalanasiz. Ya'ni men ketsam yoki o'sha sen ketsang kabi shakllarni qo'llab yasaymiz. Demak, yuqorida o'sha yozilgan fe'llar bu mavzuyimizga ham amal qiladi. Ya'ni demak, o'sha tepada kalun unli orqali yasalgan fe'llarimiz va tagida esa ng unli orqali yasalgan fe'llarimizni ham bu shakllarga moslashtirib o'rganamiz. Ya'ni yapmak bu o'sha qilmoq, bajarmoq ma'nosida keladi. O'qimak, o'qimoq, chalishmak, ishlamoq, yatmak, yotmoq, uyumak, uxlamoq, girmek, kirmoq, gezmek,
kezmoq, izlamak, o'sha asosan bu televizor yoki nimadir tomosha qilish ma'nosida keladi. Izlamak, ko'rmak bu o'sha ko'rmoq, ya'ni o'zini ko'zi bilan kimnidir ko'rish ma'nosida qo'llaniladi. Ya istamak bu xohlamoq o'sha fe'llari. Demak, buni siz o'tgan mavzuda deylik shart kipi shakliga moslab o'rgangan edingiz, ya'ni moslab topshiriqlarni bajargan edingiz. Endi bu mavzuyimizdan uyga vazifa esa xuddi mana shu yuqoridagi qalin unli orqali yasalgan fe'llar va pastdagi inji unli orqali yasalgan fe'llarni deylik shart kipi hikoyasiga moslab yozasiz. Ya'ni bu yerda ham deylik shart kipi qo'shimchasini qo'shgan holda ham belirli geçmiş zaman qo'shimchalarini qo'shgan holda quyidagi fe'llarimizni moslab o'rganib kelamiz.